Dunyoviy mashhur asar Yigit degan shundoq bo'lsa. Abdori Ihson Abdulquddus, Misr. Xotima. Bir necha yil o'tib ketdi. Bu millionlagan oilaning biri edi. Bu oila tinch, oq ko'ngillik bilan oddiy sodda yashaydi. Hech kim uni inqilobiy oila, qahramon yetishtiradigan maydon deb o'ylamaydi. Bovay burunqi o'lik, ammo ritmliq turmushini asliga keltirib oldi. Hamma ish yanala karvatining yeniga qo'yilgan qo'ng'iroqliq soat bilan bo'ladi. Oddiy sodda ehtiyotchanlik bilan o'zining turmushini va bolalarining kelgusini o'rinlashtiradi. Birla o'zgarish u ishqa berishdan burun gazet o'qiydigan, siyosiyga qiziqadigan, vaziyat haqida so'zlashadigan bo'lib qolgan edi. U doim og'inlarini uyga chaqiradi. Bu haqda so'zlashib ketadi. Og'inlarining uyiga boradi. Keyincha buvay o'zini texmi to'xtatdi. Ba'zi oqshomlari qahvaxonaga kirib olib, og'inlari bilan paranglashadigan bo'ldi. Keyin berib bu qahvaxonani cho'pqat qilib oldi. Qahvaxonada xaridorlar bilan paranglashish uningga qiziqarli tuyuladi. Uni xo'shal qiladi. Uning o'ziga xos xohishi, maydoni bor edi. Ko'p sondagi xalq bilan bir safda turib, hukumat ustidan shikoyat qiladi. 1919-yildagi inqilobni aslash bilanla o'ltirmaydi. Uning qalbidagi hayajon so'zlash, umidvorlik bilan ifodalanadi. U hozirgi hukumatning, keyingi hukumatning og'dirilib ketishini orzu qiladi. Ammo hukumat og'dirilgandan keyin qanday bo'lishi kerakligini bilmaydi. O'zining va millionlagan kishilarning masalasi qanday hal bo'ladiganligini, ulardagi g'azab nafratning qachon, qanday to'xtaydiganligini uqmaydi. Uning qarashlari o'zgargan edi. Ko'zlaridan g'azab, nafrat, norozilik ifodalanib turardi. U biror yigitni yoki oliy maktab o'quvchisini uchratsa, uni inqilobning umidi deb qaraydi. U o'g'ligimi shunday qaraydi. O'g'lini cho'ng odam qatorida ko'radi. O'g'li bir xil umidga vakillik qilib, davlatning taqdirini zimmasiga elish mas'uliyatini gavdalantirdi hamda bu mas'uliyatni ustiga ola oladiganligini isbotladi. U turmaga butun oilasi uchun kirdi. U va uning sabdoshlari butun Misrning mas'uliyatini zimmasiga oldi. Bovayning umidli ko'nglida andishimi bor edi. O'g'lidan xotirjam bo'lolmaydi, ammo u o'g'lini to'simaydi. Faqat o'g'lim tavakkulchilik qilmasa, omon eson bo'lsa debla o'ylaydi. Faqat Ibrohimning ishini tilga olmaydi. Tug'ma ehtiyotchanligi uni Ibrohimning qaytishiga yordam bergan odamni jazolaymiz degan harbiy buyruq texchi kuchga ega deb ogohlantirib turardi. Shu ehtiyotchanlik tufaylidan Ibrohimga qilgan yordamim kichik ish emas. Hukumat bilib qolsa, qattiq jazolamay qo'ymaydi. Meni xizmatdan haydab etishi, qo'lga elishi yoki bo'lmasa, muhitni qaytadan qo'lga elishi mumkin deb qaraydi. Shunga har bir so'z harakatida diqqat qiladi. Og'inlari bilan paranglashganda Ibrohimning gapi chiqib qolsa, gap qilmay turib oladi. Hatto Ibrohimning qahramonliklarini xuddi o'z oilasini, o'zini, o'g'lini va ikki qizini maqtagan bo'lib qoladigandek faqatla tilga elib qo'ymaydi. Ibrohimning gapi o'ydimi bo'lmaydi. Uning gapi chiqib qolsa, hamma xuddi biri tinglab turayotgandek bu ishlarni aslisa bo'lmaydigandek darholla gapni yo'tkib o'tadi. Ular qimmatlik aslimini ko'nglida saqlashni o'ylaydi. Buvay bilan Momay bu haqda ko'proq so'zlashadi. Buvay o'ngda yetib majburiyatini ado qilgan odamdek cho'nqur xursanddi. Momay bilan Xudoyimdan shahidga jannat tilaydi. Oq ko'ngil ona necha uy o'ttirisida cho'rgilaydigan.
qozon beshidan beri kelolmaydigan hayotini boshlagan edi. Faqat o'g'lidan texmi ansiraydigan bo'lib qoldi. U Misrda noiti ko'p turma borligi, turmada har xil usullar bilan kishilarni qiynaydiganligi, o'g'lining turmaga kirishi, Ibrohimdek o'lib ketishi mumkin ekanligidek ilgari bilmagan haqiqatni bilib oldi. Mo'may shuni to'nib yetdiki, Misr degan bir binodagi aholilar emas, qo'shnidochilik jamiyatimi emas. Mo'may doim berib tavob qilib keladigan qabrlardagi payg'ambarlar emas. Milichmal dukini ochadigan Ivot tog'a, go'sht sotadigan Fatha ustammi emas. Ko'chada qorovullikda turayotgan gunohsiz askarmi emas. ekan. Misrda bir turkum avlaqlar bor ekan. Ular kishilarning uyiga xohlagancha besib kirib, kishilarni qo'lga oladi ekan, qiynaydi ekan, o'ldiradi ekan. Ona o'g'lining shu munofiqlarning ziyonkashligiga uchrab qilishidan ansiraydi. Har kuni atdiganda o'g'lini oyat o'qib uzitib qo'yadi. Kechda omon kelganligini ko'rib, xuddi o'g'li boshqa dunyodan qaytib kelgandek xo'shal bo'lib ketadi. Agar o'g'li sal-pal kechikib qolsa, beoram bo'lib, qo'ygan tutqunini bilmaydi. Bütün jahon zulmatga, nola faryodga patgandek, qizil qonga bo'yalgandek his qiladi. Undaq chaqlarda qo'limi ishqi bormaydi. Xuddi bular bo'lsimi omon qolsin degandek ikki qizining o'ttirisiga kirib o'ltirib oladi. O'g'li kelgandila uningga jon kirgandek bo'ladi. Bu bir necha yildan buyon Mo'may ana shundaq tashvish ichida yashadi. Uningdan faqatla xoli bo'lolmadi. Bu narsa uning salomatligiga ta'sir qilib, doim kulki ketmaydigan chiroyimi o'zgarib ketdi. Yuqori qon besim kasalligi, shakar seyish kasalligiga giribdor bo'lib qoldi. Samiya to'y qildi, Abdulhamdiga tegdi. Abdulhamdi turmadan chiqqan yilida to'liq o'rta maktab diplomini oldi va Soda institutida xizmatdan ayrilmay o'qidi. Yanına burunqi shirkatda ishladi. U doim tog'asining uyiga berib turadi. Uni bu oilaga tuqqanchilikdanmi ustun, Samiya bilan bo'lgan muhabbatiga tang kelgudek qandoqdir bir narsa chin bog'lab turadi. U bo'lsa-mu o'rtaq maxfiyatlik, o'rtaq azob, o'rtaq aslama edi. Muhit uning navri inisila emas, balki sirdosh do'sti, azimat yigit edi. U muhit bilan vatanparvarlik haqida so'zlashalaydi. Ularning o'ttirisida hech qanday nizo yo'q edi. Bir-biriga ishinadi. Siyosiy masalalarda bir-biridan qilishmay talashadi. Bovay ulardan xo'shal edi. Abdulhamdini yomon demaydi, yaqin ko'radi. Shunga Abdulhamdining Samiyani elish orzusi amdi shirin xiyol emas edi. Abdulhamdi bovayga Samiya bilan to'y qilish ishini aytishga oldirmadi. Bovayga burun rozi bo'lganligini eskartibmi qo'ymadi. U Soda institutining diplomini olmay turib to'y qilmaslikka niyat qilgan. Aqlliq bo'lg'achqa Samiyaning eri bo'lishga munosibman deb ketmaydigan bo'ldi. U faqat o'zi diplom olguncha boshqa birining Samiyaga elchi kirgizib qilishidan ansiraydi. Navoda boshqa biri elchi kirgizib qolsa, o'zining nima ishlarni qilib etishini bilmaydi. U balki g'azablanib ketar, Samiyani bulab ketar yoki o'zini o'ltirib olar. Ammo Abdulhamdi bu haqda ko'p o'ylamadi. Chunki ko'nglining bir yeri Samiya sana taalluq, sen uningga loyiq kelsa deydi. Abdulhamdi bir mezgil to'y ishini tilga olmagan bo'lsa-mu, ularning muhabbati kuchayib beryotdi. Muhabbat ularning beqishlarida, tabassumlarida, talash tortishlarida ifodalanadi. Abdulhamdining navri singlisiga qilgan buyruqlarida o'zini ko'rsatdi. U Samiyaga bu ko'nglakni kiymang, bilaklaringizni ochiq qo'ymang, egiz poshliq oyoqni kiymang, ovozingizni chiqarib kulmang, bundaq mangmang
deb Nevra aka süptida buyruq qilatdi. Ammo Navalga bunda qilmaydi. Samiyami buningga xushtar edi. Abdulhamdi 1-2 kun uningga buyruq bermay yoki gap talashmay qolsa, Samiyaga Abdulhamdi o'zini tortayotgandek, o'zini yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qolgandek, o'zini unutib qolgandek bilinadi. Samiya Abdulhamdini noyat aqlliq, o'zi bilmagan nurg'un ishlarni biladigan odam deb biladi. Uningsiz bu dunyoda yolg'iz turmush kechirolmaydigandek his qiladi. Ularning to'y ishi muqarrarlashgandan keyin Samiya burunqidakla Abdulhamdiga bo'ysunadigan, uni kutadigan, uningdan qo'rqadigan, hattoki to'yining balduroq bo'lishini orzu qiladigan bo'ldi. To'y gepi uzunga barmay teshildi. Dastlab och singil o'ttirsida boshlangan bu gap bovay bilan mo'may o'ttirsidimi bo'ldi. Hech qaysi Samiya bilan Abdulhamdining to'yiga qarshi chiqmadi. Bir kuni mo'may Abdulhamdiga bu haqda gap ochdi. Balam, sizlar yang ichidala putishmoqchimi? Bunda qilmanglar. Mening toza qiziq to'y qilib, xalqlarning ko'zidan o't chiqarayotgim kelyapti. Hamma, dedi Abdulhamdi xushallanib. Men diplom olgandan keyin Mo'may uning gapini uzib etdi. Oldida choy ichirib o'tayli. Ishni bekitgandan keyin diplom olsa nim bo'pti. Choy ichirish to'g'risida kishilarga rasmiy xabar qilindi. 1 yildan keyin choy ichirildi. Balduroq to'y qilish uchun Abdulhamdi tirishib o'qishga boshladi. U turmada o'rgangan vatanparvarlik prinsiplarini unutib qolmadi. Vatanparvarlik ruh uni qurolliq harakatga qatnashishga undaydi. U bir necha qatim namoyishlarga, ba'zi bir partiyalarning yig'inlariga qatnashdi. Bir partiyadan ishonchisini yo'qotsa, yana bir partiyani izladi. Biror yerda portlatish bo'pti degan xabarni anglasa, o'zini shu harakatga qatnasholmaganligidan afsuslandi. Tashviq varaqasini ko'rib qolsa, tashviq varaqasini tarqitib beray deb uni tarqatgan odamni izladi. Uning har qanday vatanparvarlik harakatga qatnashqisi keladi. O'z e'tiqodiga amal qilish, amaliyati bilan xatoligini yuyish uchun hayotini qurbon berishga rozi edi. Muhabbat va to'y ishi uning bu irodasini ta'virtalmaydi. Shirkatdagi xizmati uni o'quvchilardan yer osti faoliyat olib berish ehtimoli bo'lgan tabiiqlardan yiroqlashtirib o'tgan edi. Siyosiy soqchilarda saqlanayotgan arxivida uning burunqi ojizliklari yozilgan bo'lg'ashqa, ular uni nazorat qilishni bekor qildi. Uningga faqat tegmadi. Samiya Abdulhamdining vatanparvarlik qizg'inligi bilan biror baloga uchrab, yana turmaga tushib qolishidan ansiraydi. U Abdulhamdini qahramon deb qarag'ashqa, Ibrohimdek bo'lib qolamikin deb qo'rqatdi. Samiyaning tashvishi uningga qilch ta'sir qilmadi. Aksicha, u texmi ruhlanib, undaq ishlarga o'zini bakrak uradigan bo'lib ketdi. Abdulhamdi institutni bitirib diplom olgandan keyin ular to'y qildi. To'ydan keyin ayrim uy tutdi. Abdulhamdi turmush uchun qo'lidan ish keladigan, ismi jismiga loyiq er bo'lish uchun kurash qilishga boshladi. U ishlarini samimiy vatanparvarlik ruhi bo'yicha qiladi. Burunqi xatoliklarga azoblanish va pushaymon qilishni olg'a besishga undaydigan kuchga aylantirdi. Hayotning Navalga bergani qisqa, vaqtliq, ammo mangulik muhabbatning aslimisi bo'ldi. Uning bo'ynidagi kichik qutida Ibrohim yozgan Qur'on so'zi bo'lib, bu so'ygunining Navalga qoldirgan birdan-bir yodnomasi edi. Oradan 2 yil o'tdi. Bu jarayonda u qattiq sinoqlarni va chiniqishlarni beshidan o'tkazdi. U endi burunqi g'amsiz, turgun qiz emas edi. Kulibla yurmaydi. O'zini yasab, chochlarini har xil tuzab ketmaydi. Jurnaldagi kiyim modellari va choch posonlarini o'rganishga vaqt sarf qilmaydi.
u tajribalik va ig'ir besiq bo'lib qolgan edi. Mijozimi o'zgargan, ko'zlaridan, tabassumidan, har bir harakatidan g'amkinlik chiqib turadi. G'amkinlikmi uni jiddiy, salobatlik ko'rsatib, kishida ixtiyorsiz hurmat tuyg'usini qo'zg'aydi. Bovaymi uni burunqidek jimlab yurmay hurmat qiladi. Navalni hozir Mo'may, Muhit, Abdulhamdi va do'stlari, qo'shnilari hurmat qiladi. Faqat Samiyala singlisidagi o'zgarishning sababini bilgashga, uni boshqalardek hurmat qilsa-mu, hammadan bak uning hasratini, muhabbatini, aslimasini hurmat qiladi. Bu hurmat shu darajaga berib yetdiki, oilada biror ish bo'lib qolsa, hamma Navalning fikriga alohida diqqat qiladigan, uni uyining eng kichigi demay, eng aqlliqi deydigan bo'ldi. Naval buni sezib, hasratini besishga texmi tirishadi. Uyda biror ish bo'lib qolsa, Naval yaxshi o'ylanib, fikrini ig'ir besiqlik bilan e'lon qiladi. Oxir u qaror chiqaradigan kun kelib qoldi. Bir doktor yigit Navalga elchi kirgizdi. Yigit Navalning bir do'stining aksi edi. Bu ishqa bovay uningga bir narsa demaydigan bo'lg'ashqa, uning biror qarorga kelishiga to'g'ri keldi. Naval bu yigitni yaxshi ko'rmaydi. Chunki u hozirgacha Ibrohim bilan bo'lgan muhabbatining aslimasi ichida yashayotdi. To'y qilish rasida bo'lgan har bir qizning peshonasiga putilgan ish. Shunga qizlar bu ishni o'ylaydi. Ota-ona bo'lg'uchimi qizi tug'ilgandan tortibla bu haqda bosh qottiradi. Naval ömür boyu to'y qilmay o'tib ketolmaydi-da. Uning keyingi kunlari qandoq o'tar, qayerda o'tar? Jamiyatning qoida yo'sini uni muhabbatlashishga emas, balki to'y qilishga qistaydi. Naval oxir shu doktor yigit bilan to'y qilib, fazilatlik ayol, mehribon ona bo'lish qaroriga keldi. Naval hadisi Samiyadan burun to'y qildi. Erta to'y degan kuni u ishkapdan Ibrohimning ko'ngligini elib, go'yo uningdan qahramonni ko'rayotgandek bir haza qarab ketdi. Ondan ko'zlariga liq yosh olgan holda ko'nglakni ko'tarib, oksining yeniga kirdi va bo'sh ovoz bilan dedi: "Bu ko'nglak Ibrohim." U go'yo bu ismni to'liq davatsa, do'pildab so'qib ketgan yuragi og'zidan chiqib ketadigandek oxirini demayla yugurib qaytib chiqdi. U boshqa bir erning ko'ngligini elib yo'ldishining uyiga borolmaydi-da. Lekin bo'ynidagi kichikgina qutida Ibrohim yozgan bog'oqchi bor edi. Ular endi faqat jannatda uchrasha olishi mumkin. Kishilar Navalni eng axloqliq ayol, uning yo'ldishini eng baxtlik er deb qaraydi. Ammo Navalning ko'nglidagini faqatla Xudo biladi. Muhitning ideyasidagi cho'ng o'zgarishlar hujrasiga o'zgarish kirgizdi. Uning hujrasi kitobxonaga aylandi. Muhit kitob mastonasi bo'lib chiqdi. O'ltirsa qopsa, hatto tomoq yevatibmi kitob o'qiydi. U kitobni boshqa bir masalani hal qilish uchun o'qishga boshlagan edi. Keyin masalalarning bir-biriga chetishliq ekanligini, tarix, din, adabiyot, iqtisod, hamma sohadagi kitoblarni o'qib chiqqandilar, ondan o'z vatani va xalqini tushunoladiganligini bildi. Kitoblarni bir yoqdan o'qib, bir yoqdan xotira yozdi. Keyincha kitob ilishga pul yetkazolmay, kutubxonaga berib kitob o'qiydigan bo'ldi. U kitobni ko'p o'qigan sari o'zini pishib yetilayotgandek, ko'z oldida yangi bir dunyo quchoq ichib kelayotgandek his qiladi. Muhit haqiqatan o'sib yetilmoqda edi. U uyda saboqdoshlar orasida ta'sirga ega bo'ldi. Ammo u kitob mastonasiga aylandi. Kallasi g'oya, nazariya, logika bilan to'ldi. Shunga vatanparvarlik faoliyatlardan chetda qoldi. Biror namoyishlarga qatnashmadi, biror tashkilotga yoki biror partiyaga kirmadi. U faqat saboqdoshlari ichida ideyaviy tonishi va
tədqiqatı bilan danq chiqardi. Shundaqdimi birəri sormag'icha ko'z qarashini oshkorlamaydi. Amalsız qalmasılar tədqiqat ilmiy maqolalarini o'ng'ayliqcha chiqarmaydi. U burunqidakla ehtiyotchan bo'lib, ko'proq kitob o'qishni o'ylaydi. Kitobga bo'lgan qiziqish tufayli u o'qishda birinchi bo'lish niyatidan voz kechdi. Maktabda qilib assistent bo'lish uchun harakat qilmadi. Shunga adliya organiga taqsim qilindi. Uzun o'tmay muhit xizmatidan istifa berib, advokatlar boshqarmasiga ishga kirib, bosh advokatga deloni tahlil qilish, material tayyorlab berish ishini qildi. U advokatlarga o'xshash sudda oqlug'uchi bo'lishni xohlamadi. Ba'zida vatanparvarlik ruhidagi logikалыгы ustun, ideyaviyligi va vatanparvarlik xohishi aniq maqolalarni yozib, vatanparvarlikni tashviq qiladigan jurnallarga avatib beradi. Biroq faqat ismini yozmaydi. Bir kuni atdiganda muhit uyg'onib, inqilobning qo'zg'alganligini bildi. Yuragi hayajondan do'pildab so'qib ketdi. U darhol gazetni ko'rdi-da, xo'shanligidan kulib ketdi. Muhit faxrlandi. O'zini bu inqilobga qatnashdim deb his qildi. O'zini boshqalar bilan birlikda bu inqilobni qo'zg'adim deb qaradi. Bu inqilobga u, dadasi, opsi, Samiye, Naval, Abdul Hamdilarmi qatnashdi. Ular bu inqilobga ko'zlarida ifodalangan g'azab, nafrat bilan atrofda yuz bergan voqealarning turtkisi, ideyasining moyilligi, o'zlarining orzusi, millatining xarakteri va azoblangan, nomrodlikda chiniqqan irodasi bilan qatnashgan edi. Amaliyotda bu inqilobni ular qo'zg'agan edi. Muhit yangidan biror qahramonning chiqqanligini bilsa, uni taniydigandek, uningga o'ziningmi ajri singandek, uni yetishtirishda o'ziningmi hassisi bordek his qiladi. Shundoq muhit xalq bilan birga qahramonlarni yaratdi. Aniqroq qilib aytganda, qahramonlikni yaratdi. Qahramonlik o'lib ketadigan odam, shaxs emas, balki birining izini biri besib olg'a ilgirlayotgan, xalq ichida yengilayotgan kuch. Uni biror shaxs yaratmaydi, butun millat yaratadi hamda ma'lum bir shaxsda gavdalantiradi. Agar bu odam qurbon bo'lib ketsa, uning o'rniga yana biri chiqadi. Qahramonlik mangu davomlashadi, mangu agri yo'lga kirib ketmaydi. Ibrohimning qahramonligi yo'qolmadi. Mayli Zug'lul, Mustafa Kamil 1864-yil tug'ilib, 1908-yili olamdan o'tgan Misrning milliy qahramoni. Fransiyada qonun o'rgangan, Yaproq gazetini chiqargan, u Vatandoshlar partiyasini qurg'uvchilarning biri. Ömür bo'yi Misrning mustaqilligini targ'ib qilgan. Mustafa Kamilning qahramonligi bo'lsin yoki Arabi 1841-yilda tug'ilib, 1911-yili olamdan o'tgan Misrning vatanparvar ofitseri, quruqliq armiya boshlig'i bo'lgan, chet el tajovuziga qarshi turib, Misrning mustaqilligini tashabbus qilgan, Angliyaga qarshi qurolli kurashga rahbarlik qilgan, keyin qo'lga ilinib Sri Lankaga surgun qilingan. Arabining qahramonligi bo'lsin, yo'qolgani yo'q. U mangu yashaydi. U millat bilan taqdirdosh, har qaysi dohilarda ifodasini topgan. Muhit mushularni o'ylab, o'zicha xo'shalligidan kulib ketdi. U ko'cha o'ttirasida ketayotgan qo'shiniga emas, balki ko'chaning ikki qasnaqida turgan necha 100 ming ommaga qaradi. Mana, mushu kishilar uning bilan birga inqilobni qo'zg'adi. Dehqonlar nomrodligi bilan, ishchilar amgiki bilan, o'quvchilar saviyasi bilan, xizmatchilar g'azab nafrati bilan, savdogarlar o'z orzusi bilan inqilobga tayyorlik qildi. Bu tayyorlik uzun muddatlik sabr toqat, qat'iylik, qaysarlikka muhtoj bo'ldi. Inqilob turmidan, tutqunlar lageridan, qamchi ostidan portladi.
u necha avlodning qon to'kishi badaliga vujudga chiqdi. Muhit shu 100 minglagan omma ichida ketib baratdi. Odamlarga to'ymay qaraydi. İnqilob bo'lganligi, shuncha ko'p ommaning inqilobga qatnashganligi bilan ularni tabriklaydi. Bu odamlarning ko'pinchisi tinch, yavaş va samimiy edi. Mayli Angliyaliklar bo'lsin, mayli siyosiy saqchilar va davlatdagi hukmronlar bo'lsin, hech qaysisi oiladan inqilob portlaydi. U oila qahramon yetishtiradigan makon bo'ldi deganni xiyoliga keltirmagan edi. Muhit shu xalq ommasi ichiga kirib singibla ketdi. Roman tugadi.